Saydullo! Saydullo! Ha yigitlar, tinchlikmi muncha baqir-chaqir? Saydullo chaqiring, tog'ga ketishimiz kerak. Tog'da tog' bormi? Mayapga ketamiz-da. Ha, mayapga. Hozir 5 minutda chiqadi, xo'p? Men tunuka orqasiga o'tib yashinib turinglar. Davay. Buni qara, diski panayotgan. Nima qilyapsan? Donang cho'qyapman. Undan ko'ra mana yerda chuqur joylariga g'altak bilan qum tosh, tezmi? Borisha. Daqima menga. O'g'iltoy, o'tirlar, bu gazdan keyin bu yoqda ham tozalab qo'ying, ha? Bo'ldidayin dada. Bu uyda ish tugamaydi. Ertalabdan beri ishlatyapsiz meni. Boradigan joylarim bor edi. Mana shu uyda bezor bo'lganim uchun Navoiy City'ning qoq markazida Anor Rezident loyihasidan 3 xonalik uy olmoqchi edim o'zimga. Hozirgi kunda 80% ishlari bitgan. Patkloj holda topshiriladi. Yil oxirigacha ko'chamiz. Bu uylarni boshlanish to'lovsiz ham xarid qilsak bo'ladi. Agar 100% to'lov qilsak, har bir kvadrat metrdan 1 million so'mdan chegirma qilib beradi. Gap yo'q o'g'lim. Menga nihoyatda qiziq emas shahar. Men qishloqda odamman. Как есть, так живу. Shu yerda qolaveraman men. Agar sizga yoqmasa, men yashayman dada. Bor shaharingga quri. Lekin ketishingdan oldin orqangni tozalab ket. Aytgancha, ikkita darmay jurang, oltidan beri sen tunuka orqasida o'tir. Davay.